Xabaringiz bor, Jizzax shahrida ko'pchilik fuqarolarimiz jamoat transportidan foydalanib kelishmoqda. Shu munosabat bilan ushbu jamoat transportlarida qanday muammo va kamchiliklar bor to'g'risida biz fuqarolar o'rtasida ularni taklif va fikrlarini o'rganish uchun so'rovnoma o'tkazmoqdamiz. Bugungi kunda jamoat transportlarida qanday muammolar bor deb o'ylaysiz? Jamoat transportlarida biz Jizzax shahrimizda avtobuslarda hozir muammo bo'lyapti. Vaqtida o'g'il yurtlarga, ishxonalarga yetib borolmayapti xalq. O'shaning uchun probka ko'p, transport vosita juda ko'payib ketgan, yo'llarimiz hazm qila olmayapti bu narsani. Qishloq joylardagi grafikdan qandamaydi. Ular bir-birini orqasidan quvishadi dag'in, ishda avtobus qator bo'lib qoladi. Keyindan keyin ikkovi oldima-keyin boraveradi. Orada uzilib qoladi. Avtobuslar bekatlarga to'xtamaydi. Bekatlarga to'xtasa yaxshi bo'ladi hammaga. Har xil joylarga to'xtaydi, yo'l qoidalari ham buziladi. Muammolar shu intervalda kattaligi, ayniqsa misol uchun bitta avtobus keladi, 10 minutdan kelsa, bittasi 25 minutdan, 20 minutdan, bittasi yarim soatdan keyin keladi. Bog' shamolga qatnaydigan avtobuslarimizni liniyasi oxirigacha bormagan. Misol uchun biz darsga kech qoladigan bo'lsak, bu avtobusdan foydalanadigan bo'lsak, biz darsga vaqtida yetib bora olmaymiz. Ya'ni 1 soat deyarli farq qiladi. Talabalarga ajratiladigan imkoniyatlar kamligi. Hozirgi kunda jamoat transportlarida juda ko'p tirbandliklar kuzatilmoqda, chunki hozir o'quv boshlangan, o'quvchilar juda ko'p chiqishadi. Bir qanday takliflaringiz bor? Jamoat transportlarida nimani yaxshilasa bo'ladi? Xushmuomala bo'lsin shofyorlarimiz. Xuddi Toshkentda joriy qilingan kabi yo'lda o'ng polosasidan uzuqsiz chiziq chizilib, avtobus liniya qilish kerak. U liniyaga yengil transport vositasi kirmaydi. Ana o'shanda bir tomonlama yo'l bilan avtobus o'z vaqtida manzilga yetib boradi. Talabalar ham, o'sha ishxonada ishlagan xodimlar ham vaqtida yetib boradi. Xalqni juda og'ir yengil qilgan bo'linadi shunaqa muammo hal qilinsa. Endi shu qoidaga qarab yursa, Yoz kunlar konditsionerlar qo'yish kerak, keyin qishda pechkalar qo'yish kerak, issiq yurish kerak odamlarga qulaylik yaratish kerak iloji boricha. Yangi avtobuslar qo'yilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Shu hozirgi avtokartani urish apparati faqat haydovchini oldida turibdi. Shuni unaqa bo'lsa, iloji bo'lsa, shuni o'rtasiga ham qo'yish, ya'ni oxirgi, ya'ni ikkinchi eshigiga ham qo'yishni maslahat beraman. Interval qisqartirsa, misol uchun hozir bitta avtobus keldi, yana ketmagan, yana kelishadi-da. O'shani masofani hisobga olib desa yaxshi bo'ladi shu. Eski avtobuslarni olib tashlash va yangi avtobuslar bilan ta'minlash. Transportlarni ko'paytirsa, menimcha shu muammoning yechimini topsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.